bu tekstil производство menga qatdan kelib qoldi. Et-betga boradigan bo'lsam, magazinlarni 2-3 kunlab aylanib charchadim to'g'rirog'i. Keyin o'zimga o'zim aytdim, qo'ynim deydi narsani hamma ayollar shunaqa bo'lsa kerak. Ham puli ixcham, ham ko'rinishi savlatli, bogatay narsa olgisi keladi. Hamda o'sha olgan narsasini mehmonga ham, kundalik ishga ham kiygisi keladi. Juda ham bachkana bo'lmasin, skromniy bo'lsin, bogatay bo'lsin deydi. Va shunaqa o'y-hayollarim bilan o'zimni fokusimni shakllantirish maqsadida Boyxonim collectionni yaratdik. Mana endi sekin-sekin bu narsani yo'lga qo'yib, o'ylaymanki, mani dedim barchamizga o'tiradi va hammamiz Boyxonimli ko'rinishida bo'lib yuramiz.